Xo'p, endi bundan buyog'iga nima qilamiz? Ya'ni haftada 3 marta, 4 marta dars qilishga harakat qilamiz. Bizani qiladigan vazifamiz sizlar konkretni bitta sistemani ushlashingiz kerak. O'sha sistemalarni ustida biza har safar dars o'tganimizda, ya'ni men chatda yoqqanimda o'shalarning ustida ishlashimiz kerak. Kim, например, korobka ko'ra olmayotgan bo'lsa, korobkani so'raylar. Kim aytaylik EG to EG deb EG ishlayotgan bo'lsa, EG to EG ni qanaqa ishlashini so'raylar. Kimda, например, nimadadir problema bo'lyapti, qanaqa problema bo'lyapti, qanaqa kamchilik bo'lyapti, shu narsalarni aytinglar, shu narsalarni gapiringlar. O'shandagina men sizlarga konkretni yo'nalishni bera olaman. Buyog'iga birinchi bo'lib o'sha qaysidir sistemani ishlashni qo'yib olish kerak. Sizlar ham sekin-sekin o'sha sentroviy счетda savdo qilishni boshlashingiz kerak. Endi bu yerda opitniy bolalar ham bor. Kim dollarviy счетda savdo qilayotgan bo'lsa, bemalol qilaveringlar. No, meni maslahatim birinchi sentroviy счетda katta risk qilmasdan savdoni boshlash kerak. Qolgani уже sekin-sekin o'zini как бы yo'li bilan, o'zini anaqasi bilan, reputatsiyasi bilan sekin-sekin chiqaveradi. Shunga savollar bo'lsa, nima savollar bo'lsa, endi bu yerga faqat savollar bilan ishlaymiz, ya'ni sistemalarni ko'rib chiqamiz. Nima kamchiliklar bo'lsa, shu kamchiliklarni ustida ishlab boramiz. Kimda nima sistemada kamchiligi bor, kimda nima sistemada tushunarsiz joylari bor. Endi gapiringlar. Lozim aka, olib berib yuboring. Gapiringlar, jim o'tirmanglar, nima hamma biladimi? Labbay. Va alaykum assalom, rahmat Baxtiyor aka. Labbay aka. Xo'p. Mana aytaylik M15 time frame bo'lsa, biz har doim M15 time frame'da qanaqadir korobka zonalarini olamiz, to'g'rimi? Aytaylik, mana bu joyda mana bizda korobka bor, selga. Mana bu joyda bizda korobka bor, selga de mana korobka selga mana shu joydan bozor korobka buyga beryapti. Endi qarang. Mana shuning ichiga bozorga kiradigan bo'lsak, biz mana M15 da o'tirgan bo'lsak, dojilarni har doim M5 time frame'da qidiramiz. Ya'ni entry confirmation'larni M5, M3, M2 time frame'larda qidiramiz. Mana, например, zonalar, ya'ni sellga reaksiya berayotgan zonalar. Xo'p. Bu joyda bizda entry bormi? Bor. Mana, например, mana bu joydan ko'rsangiz bo'ladi. Mana narx kelyapti, sweep degan narsa bor. Ya'ni mana bu joyda idealni bergan. Mana bu holat, mana bu ko'rinish, hozir hamma joyda ahamiyat berasiz. Mana bu ko'rinish doji ko'rinish deyiladi. Mana shu dojiga entryga kelishini kutasizlar. Mana. Mana bu joy bizda entry joy. Mana bu joy bizda stop joy. Ya'ni azincha teparoqda stop holat bo'ladi. Ko'rayotganingizda stop holatimiz 4 punkt, lekin biz nima qilamiz? 1 punkt stop olamiz. Ya'ni 1 punktimiz bu yoqda ekan. Mana bizda stop va TP holati. Bozor har doim doji yasaydi. Ko'rasizmi, mana bu yerda sweep qilgan, o'zini shpilkasini yengib qo'ygan. Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi Baxtiyor aka? Mana tepaga buzib qo'ygan. O'zini mana bu shpilkadan keyingi shpilka teparoq bo'lgan. Mana bu yerda ham qarang mana. Bu shpilka bundan teparoq bo'lgan. Doji yasagan, birinchi bo'lib tanaga e'tibor bering mana, tanaga. Mana doji tana yasagan, ko'rasizmi? Mana bu yerda bozor entryga bera olmadi. Mana entrygacha kela olmadi, lekin pastida berib ketdi mana. Qarang, bir xillikni ko'rasiz hozir. Mana bu yerda berib ketdi. Endi keyingisiga ahamiyat beramiz. Mana bu joyda bozor zonaga chiqdi yana. Mana zonaga chiqdi. Zonaga chiqqandan keyin mana o'zini shpilkasini keyingi shpilka yengib qo'ydi, ko'rdingizmi? Keyingi shpilka yengib qo'ydi. Stopi tepa holatda, bu joyda stop holati sizda 13 punkt bo'lyapti. Biz 15 punkt olamiz.
ya'ni har doim 2-3 punkt teparoq olamiz. Bu joyda mana harakat bo'ldi. U oralida ham berib ketadi, ammo bizga oriq shart emas. Bizga iminni nima kerak? Zona kerak. Mana bu qaytaruvchi zonalari kerak. Endi qarang. Mana bizda M15 time frame bayga buzdi, orqaga qaytib keldi. Zonani ichiga kirgandan keyin siz sweep holatlarini qidirasiz. Ya'ni mana bu yerda ham ko'rayotgan bo'lsangiz, bozor keldi, mana o'ziniki yengilayapti, lekin tepalarni yengila olmayapti. Ya'ni yashil sham yoki boshqa sham bermayapti. Mana bu joyda yana bozor bitta sweep berdi, ya'ni yechdi pastga, yechgandan keyin enterga imkoniyat berdi. Stop holati mana bu joyda. Endi siz targovlik qilmaganligingiz uchun uncha yaxshi tushunmasligingiz mumkin. Bu videolarni qayta ko'rib chiqursangiz tushunib olasiz buni. Baxtiyor aka. Sweepga ham, tanaga ham ozgincha e'tibor berasiz. Mana bu doji olgan joyim. Mana bu doji, mana bu doji. Ko'rdingiz-a? 3 ta variantlarini ko'rsatib berdim. Toza dojilar ular. Например, mana bunaqa bo'lib qolsa, bu yemaydi, bizga o'xshamaydi. Mana, например, qarang. Mana bunaqa tanada, mana bunaqa holati. Bu bo'lmaydi bizga. Doji qanaqa bo'ladi? Ko'rsatib beraman. Dojining holati mana bunaqa bo'lishi mumkin. Ko'rdingizmi? Yoki mana bunaqa bo'lishi mumkin. Ko'rdingizmi? Yoki umuman tepasida umuman anaqasi bo'lmaydi, mana bu holatda bo'ladi. Mana bu toza dojilar. Mana bu holatda bo'ladi. Ko'rdingizmi? Mana bunaqa holatda ham bo'lishi mumkin. Qarang. Bundoq. Mana bundoq. Ko'rdingizmi? Mana bu yerda ham xuddi shunaqa bergan mana. Mana. Mana doji. Ahamiyat bering, men chizib chiqaman dojilarni. Mana doji. Mana doji. Mana. Mana doji. Mana bu yerda sweep qilmagan. Sweep qilganini обязательно ko'rish kerak. Hop. Mana bu yerda doji bergan mana. Ko'rdingizmi? O'zinikini o'zi sweep qilib, keyin doji berib ketgan. Mana bu yerda doji bergan. Mana bu yerda doji bergan. Mana bu yerda doji bergan. Ko'rdingizmi? Xo'p bo'ladi. Va siz birinchi bitta sistema bo'yicha test qilib chiqsangiz, ko'zingiz o'rganib oladi. Buni ko'zingizni o'rgatib olish kerak birinchi. M5, M3, M2 shakllanayotgan payt kuzatasiz buni. Bu srazu hozir ilib olamiz. Bu qiyin bo'ladi. Hammaga qiyin bo'ladi bu. Shakllanayotgan payt уже dojini ko'ra olishingiz kerak bo'ladi bunda. Mana shu holatlarni eslab qolasizda, mana shu holatlarni live holatda shakllandi. Например, o'zingiz uchun oddiy ochib olingda, oddiy например, trading wifi'z bor. Unda shakllandi, ko'rdingiz, bo'ldi, значит, bozor mana shunday ketadi deb o'zingiz uchun просто stop to'pa qo'yib kuzatishingiz kerak. Ko'rib olishingiz uchun birinchi. Xo'p bo'ladi, Baxtiyor aka. Kimda yana nima savol bor, beringlar. Bog'ga shu sistema bo'yicha ishlaymiz. Любой sistema bo'yicha любой anaqalarni beringlar. Savollarni beringlar. Kim? Va alaykum assalom. Labbi Arazbek. Rahmat Xudo uchun. Mana men tushuntirib beraman hozir. Bo'l, men sizni tushundim. Qaranglar.
Baxtiyor akaga ham, sizga ham manfaatliroq bo'ladi. Xo'p. Simulyatorimiz qani? Xo'p. Qaranglar. Mana, например, M15 time frame ga oldimman. Mana M15 time frame. Xo'p, M15 time frame da mana bozor yurg'izaman. Qaranglar. Mana bozor yurg'izdim. Biz buzishini kutamiz. Bitta любой korobkani buzishini kutib olamiz birinchi. Mana, korobkani, например, buzdi. Korobkani ko'rdinglar buzganini. Mana bizda korobka. Bozor mana shu zonaga birinchi kelishini kutamiz. Hop, mana bu yerda qaranglar, yana bozor. Mana bu yerda yana bozor buzdi zonani. Bu yerda yana o'tib ketib qolibdi. Hozir bittasi ko'rsataman. Tak, M5, M3. Aytsa mana shu zonani kutinglar. Birinchi zonani o'zida ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hop. Hop. Mana qarang, berdi. Ko'rdingizmi? Mana qarang. Mana doji berdi. M15 o'zida doji berdi. Ko'rdingizmi? Mana bu joyi. Mana qarang, mana shu dojini mana vaqtga qarab turasiz, to'g'ri? Mana 15 minut bo'lsa, Trading View'da vaqt ko'rsatadi. MetaTrader'da ham, Trading View'da ham vaqt ko'rsatib turadi, to'g'rimi? Zona mana shu shpilka mana yopilyapti, siz ko'ryapsiz, doji bo'lib yopilayotganini ko'ryapsiz, to'g'rimi? Srazu mana bu joyda entry, mana bu joyda TP bo'ladi, stop bo'ladi. Endi bu narsani biz M15 da ko'ramiz, lekin bu narsa kichkina time frame da ham beradi. Mana qarang. Kichkina time frame ni qarang. Bozor keldi, mana doji berdi, ko'rdingizmi? Kichkina doji. Mana M3 ga o'tqizsa, M3 da ham balki mana M3 da yaxshiroq ko'ringan, ko'rdingizmi? Qarang, zona ichi keldi. Birinchi holatda qarang, M3 da sizni aldadi birinchi holatda. Mana stop olib qo'ydi. Mana stop mana yoqqa qo'yarsiz, olib qo'ydi stopni, to'g'rimi? Keyingi holatda qarang, doji bermayapti, keyingisida mana doji beryapti. Mana toza doji beryapti. Siz mana shu zona bitta yopilishi bilan mana bu joydan entry qilasiz. Mana qora chizgan joyimdan entry qildingiz. Stopini tepaga qo'ydingiz. Bu joydan bozor mana stopingiz 3 punkt bo'ladigan bo'lsa, 3 ga 150 yuryapti bittada. Balki bu hozir yana dal tushib ketadi. Mana, например, zonangizni stopingiz urmadi. Stop urmasdan oqib ketdi, ko'rdingizmi? Mana stopingiz mana shu joyda turaveradi, bo'ldi. Stop surmay turadi. Stop qachon surasiz? Qachonki o'zini maksimumini, ya'ni minimumini yoki maksimumini bitta buzib olsa, keyin stopni mana bu joyga bezubitga qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi, tamom. Agar siz momentga bitta oqishi bilan bezubitga qo'yib qo'ysangiz, sizni stopingizni bitta urib, keyin oqib ketadi. Shuning uchun ham stop bu yerda turadi. Mana bu yerda bozor bitta sweep qilib olgandan keyin siz bozorni shunday surib qo'yasiz. Stop holat. Keyin уже yana dal tushib ketasiz. Tushuntira oldim? Mana korobkani ichidan olasiz. Mana bu yerda korobkani ichida emas, katta time frame o'zida mana bunaqa shakllanish doji berib qo'ysa, siz bu joydan ham olib ketsangiz bo'ladi mana. Doji, mana stopi bo'ldi. Mana shu holatingiz o'zi 5 punkt chiqayotgan bo'lsa, 5 ga 5 yurgan, 1 ga 10 yurgan, mana shuni o'zi. Bitta shpilkani o'zi 1 ga 10 yuryapti. Tushunasiz-a? Mana, например, zonani yana break qildi. Mana sizda yana korobka bor. Qarang. Mana zonaga uryapti. Kichkina time frame ga bitta o'tsangiz, mana shu yerda M2 yoki M3 da zonaga berib ketadi, zonani o'ziga. Mana, ko'rdingizmi? Mana qarasangiz bo'ladi. Qarang. Keldi, sweep qila olmadi, keyingi sweep qildi mana, to'g'rimi? Sweep qildi, entry ga berdi. Stop holatingiz tepada. Agar stop hisoblab ko'rasiz, 3 punkt chiqyapti, bo'ldi. Chotki turgan ekan. Bo'ldi, 3 punktda turadi. Agar 27, 26 yoki 13 yoki 15 chiqib qolsa, например, 10 dan teparoq chiqib qolsa 20 punkt, 2 punkt olasiz stop. Agar 2 punktdan teparoq chiqsa 3 punkt stop olasiz. Tushuntira oldim? Mana bu yerda 3 punkt bo'layotgan bo'lsa, sizning stopingiz ham 3 punkt, tepangiz ham mana bu yerda bo'lishi kerak. Например, tepangiz mana bu joyda bo'lishi kerak. Bo'ldi, mana shu joyga 1 ga 10 sistemada kutib o'tirasiz mana. 1 ga 10 bitta turdi. Ko'rdingizmi? Mana zonaga keldi, zonaga подтверждение berdi, tasdiq berdi, bitta kirdingiz, urib ketdi, bo'ldi.
Buni ilib olish qiyin. Например, stop to'g'ri, boshida stop, например, zonaga kirgandan keyin bitta aldashi mumkin mamekqa o'xshab. O'sha bitta aldaganda to'xtab qolish kerak emas. Ikkinchi entriga ham olish kerak. Sababi, например, bitta, ikkita stop olasiz, zato uchinchisida bitta birgovni o'zi sizni har bitta stopingizni chiqarib tashlaydi. Mana o'sha boyagi joyda, например, bir lot kirsangiz, mana bu yerda bir lot kirgan bo'lsangiz, bir lotingizga $300 minus olyapti mana bu yerda. Lekin mana bu yerda birga 10 yurib bersa $3000 foyda beryapti sizga. Birga holatda foyda beryapti sizga, tushunyapsizmi? Mana shu narsalarga hushyorroq bo'lish kerak. Ya'ni mana shu narsalarni ko'ra olish kerak oldindan. Mana bu yerda mana ko'rdingizmi? Zona keldi. Mana hech balo yo'q. Mana bitta doji berdi. Mana bitta doji berdi. Stop holat bo'ldi. Mashina o'zidan ham mana yurgan. Ko'rasizmi? Mana. Stop holatingiz 6, 400 yuryapti. Volatilность kattaligini hisobiga. Mana yana mana bu yerda M15 korobkangiz bor. Bozorga M15 korobkani ichiga kirdi. Yana doji berdi. Dojidan yana ketdi. Stop holatingiz sizda 57 bu yerga уже yana dalish ketyapti. Ko'rdingizmi? Agar buni mana M3 ga olsangiz, M3 da bo'lmaydi, M5 da bo'lmaydi. Nimaga men sizlarga time frame'larga e'tibor beringlar deyapman? Sababi time frame'larda ham gap katta. Mana bu yerda, например, M2 da berib ketgan, M2 da stop holat 5 bo'lsa, mana bu yerda 22 yurgan. Mana bu yerda stopingizga nisbatan mana foyda yurib berdi. Bu yerdan keyin yana dalishi yursa yuradi, yurmasa bo'ldi, stop uradi. Mana bu yerda bozor mana bitta high yengdimi? Mana bu yerda, например, bitta high oldimi? Bo'ldi, stopni bezib bitkiga qo'yib qo'yasiz. Mana bu joyga. Tushuntirib bera oldimmi endi? Xo'p, bo'ladi. Aha. Nimasida qiynalish bo'lyapti? Ko'p zona nimaga olasiz? Noaktiv zonani oling, bo'ldi. Boshqa nima bor? Mana, например, noaktivniy zona mana. Hop, mana bu yerda, например, aktivniy zona qilib ketdi. Bu значит bizga nimaga ishlaydi? Buy uchun. Yo'q, bu yerda ham aktivniy zona bermagan mana. Значит, mana zona. Hop. Например, dalish ko'ramiz. Qayerda bizda buy zona bor? Mana bu yerda buy zona bor. Mana korobka. Mana bozor korobkaga keldi. Bilar hozir bozor bu yerda-ku, mana anaqa qilaylik. Hozir men simulyatorda ko'rsatib beraman buni. Mana, например, boyagi joyga qaytaman. M15 time frame o'taman. Hop, kuzatamiz, qarang. Hop. Hop, bozorda korobka zona bor edi. Mana bu joy bor edi. Bozor mana keldi, reaksiya berdi. Agar pastga buzib qo'yadigan bo'lsa, biz pastga olamiz. Mana pastga buzdi. Hop, pastga buzdi. Reaksiya tepaga berdi. Reaksiya tepaga bergandan keyin bizga nima hosil bo'ladi? Yana korobka zona hosil bo'ladi. Bozor keladi, bu joydan reaksiya beradi, mana ko'rdingizmi? Hop, bozor buzdi yana. Bizda qayerda bor? Ya'ni mana bu noaktivniy zonaga aylandi. Hop, kutamiz bozor shu yerga kelishini. Mana zonaga keldi, yana otdi, ko'rdingizmi? Mana shu zonaga qancha kirishini bilmaganligingiz uchun ham siz nima qilasiz? Kichkina time frame'da M5 yoki qaysidir time frame'larda bu joylardan confirmation qidirib kirib ketasiz. Bo'ldi. Buni вообще qiyin joyi yo'q. Dalish ko'ramiz, например, qayerda bizda aktivniy zona bor. Hop, mana bu joy bizda aktivniy zona. Hop, kuzatamiz. Bozor kelyapti. Например, hop, zonadan yana reaksiya berdi tepaga. Mana zonaga keldi, zonani break qildi, zona atrofotga qildi, ko'rdingizmi? Zonani break qildi, pastga tushdi, atrofotga qildi. Ahamiyat berdingizmi? Aktivniy. Men xuddi shunaqa. Mana ham aytam, qarang, aktivniy zona. Nimaga aktivniy zona bu bizga? Bu bizda aktivniy zona nima uchun? Sell uchun. Bozor kelyapti. Mana zonaga, sell zonaga keldi, mana sell zonadan tashladi. Ko'rdingizmi? Yana keldi, sell zonadan yana tashladi. Ko'rdingizmi? Endi bizda yana nima bor? Mana bu joyda aktivniy sell zona bor. Bozor ketyapti. Bo'ldi.
mana bu yerda уже bozor ishlab ketdi, bo'ldi mana. Mana bu yerda ko'rdingizmi, kechikib qoldingizmi, bo'ldi. O'zingiz uchun bilavering, bozor mana bu joyga kelmaydi endi. Bo'ldi, mana bu yerdan reaksiya olib qo'ydi bozor. Keyingi zonaga qarab ketadi. Mana boyagi zonangiz bor edi, qarang. Boyagi zonadan yana reaksiya oldi mana. 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 Ha, noaktiv bo'lgani uchun. Mana yana bozor ketdi, yana break qilib qo'ydi. Break qilgandan keyin nimaga bu joydan bozor ketdi? Chunki mana bu joyda sizda noaktivni zona bor edi mana. Noaktiv zonaga bitta urdi, uchta. Yana dalshga o'tdi zona, например. Mana zona break qildi, mana qarang. Xuddi shu zona, mana hech narsa almashtirmadi mana. Zonani break qildi, orqaga bitta yurdi, ishladi, bo'ldi. Rostmi? Zona hech qanaqa zona ko'payib ketayotgani yo'q, o'sha zonalarni ushlab turibman. Noaktiv, mana bu zona noaktivdan chiqib ketdim, bo'ldi, olib tashlayman. Например, mana bu zonani bayga ishlamoqchimidi, bayga ishladimi, endi buzishini kutaman. Buzadi, selga ishlab ketaman. Selga ishladi, pastda noaktivniy zona bormi? Bayga kutaman. Bayga yurib berdi. Yana dalish kutaman. Selga buzdimi? Bo'ldi, sel. Значит, bu bayga ham, selga ham ishladi. Bu zonani olib tashlayman. Endi menga nima kerak? Menga keyingi zona kerak. Keyingi zonada yana qanaqadir harakat kutishga harakat qilaman. Ya'ni, например, mana bu yerga keladigan bo'lsak, qani mana bu yerda ko'rdim, mana. Mana bu yerda ham bizda nima bor? Zona bor mana. Bu joydan ham mana bitta yurdi tepaga, ko'rdingizmi? Qarang mana, tepaga bitta yurdi, endi buzdi. Endi shu joydan selga qarayman. Mana. Tushundingizmi? Bo'ldi, endi ha, bir marta ishlaysiz. Bayga ishlaysiz, selga ishlaysiz. Ha? Mana bayga ishladingiz, selga ishladingiz. Mana bayga ishlab berdi. Bayga necha punkt yurdi bu yerda? Hop, 245 punkt yuribdi. Bozor bitta buzdi, bo'ldi, selga atirib o'tgani boshladingiz. Selga atirib o'tgansin 870 yurdi. Bo'ldi, bu zona atirib o'tga qilib bo'ldimi? Yana pastroq zonaga o'taman, ya'ni M15 dagi boshqa qaytarishi mumkin bo'lgan korobkalarga qarayman. Hop, qayerda menda nima bor? Mana bu korobka bor, например, qaytarishi mumkin bo'lgan. Mana bozor mana shu joyga keldi. Mana shu joyda mana reaksiya olyapti. Hop, bum, qarang. Например, mana zona korobkaga tayinlanyapti. Bitta buzishini kutamiz. Hop, bozor zonani buzdi. Korobka berdi. Endi dal shu harakatni kutamiz. Mana korobka yana keldi, yana atirib o'tga. Ko'rdingizmi? Mana. Mana korobkadan 146 punkt, почти korobkadan 178 punkt yuryapti. Bu yerda вообще qiyin ish narsani qiyin joyi yo'q. Просто atirib o'tgani ko'rish kerak bo'ldi. Mana o'sha zona boyagi bayga ishlash kerak bo'lgan zona mana selga ham ishlab berdi mana. Mana 320 punkt. Xuddi shu zonani buzib qo'ysa, yana o'zi uchun bozor korobkasi edi mana. Boyagi o'zini korobkasi, undan tashqari mana bu korobkasi mana. Mana. Shu korobkadan ham mana bittada просто tashladi 77 punkt ishladi. Bu dalsha ham ketdi mana. Mana zonadan zonagacha 300 punkt yurdi. Tushundingizmi? Napay keyingi zona, napay korobka zona keladigan bo'lsa, o'sha joydan selga qarab ko'rish kerak bo'ladi. Hop, bu zonaga kelishga ulgurmadi, bozor reaksiya oldi tepaga. Mana bu zonani o'sha atrofga qilmaydi. Mana bu zona mana boyagi bayga ishlaganda, esladingizmi? Endi qarang, buzda selga ishladimi? Ha. Keyingisi yana hop, keyingi holatda bizda yana nima bor? Zona bor. Keladigan bo'lsa selga, o'tadigan bo'lsa bayga atirib o'tkazishimiz. Zona keldi, mana atirib o'tga berdi selga. Birinchi atirib o'tgani berdi. Ha, bo'pti. Mana zona atirib o'tga berdi. Zonani yana break qiladigan bo'lsa, endi bayga ishlatamiz, xuddi shu zonani. Mana zonani bayga buzdi. Atirib o'tga bayga. Ko'rdingizmi? Bo'ldi, men hech narsani o'zgartirmayman. Mana o'zinikini o'zi atirib o'tyapti. Bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. Mana bu joyda korobka zona bor edi mana. Korobka zonaga urdi. Korobka zonadan sel. Просто kuta olish kerak, zonalarni kuta olish kerak. Bo'ldi, tamom, boshqa hech nima kerak emas bu yerda. Hop. Pastga tushib chiqayotgan nima?
Bo'lmasa darsni ko'proq ko'ring, back test qiling. Hozir mana men anaqa simulyatorda ishlayman. Simulyatorda ishlab chiqing birinchi. Ko'ring o'zingizni, sining o'zingizni. Ko'proq back test qilinglar deb aytaman sizlarga. Bozorda savdo qilavermasdan birinchi bo'lib back testni o'rganish kerak. Mana men simulyatorga qo'ydimda, ishlab chiqdim. O'zimni ko'rishim bo'yicha ishlab berdim sizga. Har bitta zona ham o'zinikini o'zi atrobotga qildi. Faqat kutib olish kerak, bo'ldi, tamom. Break qilishini yoki o'sha zonadan отбойga ishlashini kutish kerak. Yo break, pullback entry yoki отбой entry bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Kimda nima savollar bor? Aha, ko'rib oldingizmi o'zingiz uchun? Xo'p. Ko'proq back test qilinglar, akalar. Mana simulyatorni sotib olinglar. Ancha oldin aytdim sizlarga. Simulyatorni sotib olsanglar, ancha yaxshiroq ko'rishni boshlaysizlar. Sababi simulyator sizlarga qaysi zonalar ishlayapti, qaysi zonalar ishlamayapti, hammasini ko'rsatib beradi. Simulyatorni tushunmayman degandinglar, simulyatorni ham tushuntirib berdim. Qanaqa sotib olishi, qanaqa ishlatishi. Mana simulyatorni bitta bosasizlar, mana menda продолжить turibdi. Mana начало qilaman. Mana kesib olasizlar, любой joydan bitta kesasizlar-da. Bo'ldi, mana shu joydan 1 yillikni kesib olasizlar, 1 yillikni polni test qilib chiqasizlar. 1 yillikni test qilib chiqqaninglar ekan, mana ko'rdinglar, mana bunga o'xshagan korobkalar qolib ketadi. O'sha joydan yana 1 yillikni kesinglar-da, boshqatdan test qilib chiqinglar. Mana bu korobkalarning hisobi yana ko'payadi. Nimaga? Sababi siz уже yana ham yaxshiroq ko'rishni boshlaysiz. Shuning uchun bekorga sizlarga aytmadim. Back test, back test, back test, back test, все, tamom. Mana shu narsa sizlarga ochib beradi hammasini. Ya'ni back test holati har bitta setup holatinglarni sizlarga ochib, yorqin qilib ko'rsatib beradi. Simulyatorda ishlamasanglar, ancha qiynalasizlar. Chunki bozorda simulyatorda ko'ra olmas ekansiz, bozorda umuman ko'ra olmaysiz. Bozorda ko'ra olish uchun o'tirib, o'zingizlarning ustingizda simulyatorda ishlashingiz kerak bo'ladi. Tushuntira oldim? Endi haftada 3 marta dars qilishga harakat qilamiz. Nimaga? Ya'ni sizlar bilan o'tirib, o'sha har bitta sistemani har doim bitta-bitta back testni ochib olib, simulyatorni ochib olib, bitta-bitta ko'rib chiqaveramiz. Ya'ni ko'zni o'rgatishga harakat qilamiz. Ko'zni o'rgatishga harakat qilsak, ya'ni ko'zni o'rgatib olsak, уже yog'iga savdolar ham ancha yaxshiroq bo'lib qoladi. Qo'rquv ketadi, sistemaga ishonch sekin topiladi, ko'rinadi. Shuning uchun ham shu narsaga yaxshiroq ahamiyat berishingizni so'rayman. Oldin safar javob dars o'tdi, kechadan oldin kuni. Ko'pchilik qatnashmadi, adashmasam ikkitagina odam o'tirdi. Shuning uchun iloji bo'lsa o'sha har bitta darsga qo'shilinglar. Chunki mana bu yerda bekorga o'tirmayapti bu narsa. Ya'ni bu yog'iga уже praktikani kuchaytirishimiz kerak. Ya'ni praktika deganda bozorni ko'ra olishimiz kerak. Qanaqa ishlayapti, nima qilyapti, ya'ni sizlarga tashlayotgan ideya ham ha bo'ldi, mana bu yerdan bay berdi, bayga ketar ekan degan narsa emas. Mana shu zonani berayotgan bo'lsam, mana shu zonaga kelganda sizlar entryni kutib olishni o'rganishinglar kerak уже. O'sha entrydan keyin savdoga kirishinglar kerak. Mana shunaqa qilib o'zingizlarga bo'lgan ishonchni ko'tarib olasizlar. Ungacha hech qanaqa ishonchni ko'tarib ola olmaysizlar. Shuning uchun ham iloji boricha o'sha har bitta zonalarga, har bitta qilayotgan entrylarga, har bitta anaqani kerak bo'lsa daftarga yozib boringlar, kerak bo'lsa har bitta narsaga ahamiyat beringlar, qilayotgan kamchiliklarni yozib qo'yinglar. Mana shu kuni mana shunaqa xato qildim. Keyingi safar o'sha xatolarni yozganinglar sari u narsa miyanglarda qoladi. Ertaga xuddi shu holat bozorda yana tarixiy takrorlanganda, to'xta, men bir marta mana shunaqa qildim. Ya'ni bozor meni savaludi, ya'ni bozor menda minus bo'ludi deysizlar-da. O'sha narsani qilmaysizlar. Bozor daftari bitta ochasizlar-da, mana bunaqa holat bo'lgan ekan. Значит, mana shu joyda kirmay turaman, kutib turaman deysizlar. O'zingizlar qaysidir minusdan saqlab qolasizlar. Shuning uchun ham bekorga aytilmang, o'sha dnevnik trader deydi, ya'ni kundalik traderning kundaligi. O'sha narsaga yozib borish kerak. Qo'lingizda yozishga erinsanglar, mana bozorda shunday olasizlar, mana bu yerda sajdat qilasizlar. Mana bu yerda Microsoft bor
yoki например dokument Microsoft bor, mana shuni ochib olasizlarda o'zingizga list qilib olib, например mana list Microsoft Excel bor, Excelda ham ko'p narsa qilib tashlasa bo'ladi. O'zingizga ochib olib kompyuter o'zida tap yozib qo'yasizlar, bo'ldi. O'sha narsaga ko'proq ahamiyat berib xato kamchiliklarni to'g'rilab borasizlar. Tushunarlimi hammaga? Hop. Shanba kuni yana dars qilamiz. Yana o'tirib, mana xuddi shunaqa bozorlarni ko'rib chiqamiz. Har bitta darsda har bitta odamning savoli bo'lsin. Ya'ni mana sizlarga bugun dars o'tgan bo'lsa, например, men Avazbekga o'zini xatosini tushuntirdim. Avazbek o'tirish kerak edi, nima qilish kerak? Backtest qilib chiqish kerak. Backtest qilgandan keyin o'sha ko'zi ochiladi, nimalarnidir ko'radi, yangi savollar paydo bo'ladi. Keyin menga Avazbek naprimер aytadi, ustoz, anaqa backtest qilib chiqdim. Menda mana bunaqa kamchiliklar ko'rindi. Shunga nima yechim berasiz deysiz. Keyin o'zim maslahatimni beraman. Keyin Avazbek oladi, yana o'sha maslahatga quloq solgan holatda boshqa sistemani, o'sha sistemani boshqacha holatlarini yana ko'rib chiqadi. O'sha mana shunaqa qilib 3-4 ta o'sha savolidan keyin birinchi bergan savoliga javob topib oladi. Mana shu holatda hamma sekin-sekin o'sish kerak bo'ladi. Shuning uchun har safar darsda har bittanglar o'sha nima savol bergan bo'lsanglar, o'sha savolinglarni yechimini topish uchun birinchi javob olasizlar. Javob olgandan keyin o'sha narsani ustida ishlash kerak. O'sha narsani ustida ishlaganinglardan keyin o'sha hammasi sekin-sekin ko'rinib boradi. Tushunarlimi hammaga? Kimda savol bor? Labbay aka. Aha. U bo'yicha tushuntirdim. Qaysidir darsda tushuntirdimmi? Ana bitta ko'ringlar-da, psixologik darsda ham tushuntirib o'tganman buni. Nafsni jilovlash uchun konkretniy stop va TPni ushlab turishni o'rganish kerak. Ya'ni tasavvur qiling, например, siz mana bu yerda entry qildingiz. Ko'pchilik nima qiladi? Например, foydaga chiqib ketsa, yopib yuboradi. Chunki ya'ni foydani yo'qotishni xohlamaydi. Lekin по факту, например, tepasi mana bu joyda bo'ladi. Lekin bozor hali tepagacha kelmadi. Bozorga, например, mana bu joydan bozorga kirib olgan. Mana foydada turibdi, например. Nima qiladi ular? To'xta deydi, mana bu yerda deydi, normalniy foyda ekan deydi, mana bu joyda yopmaydi. Nimaga? Yopib yuboradi to'g'riroq. Ya'ni tepagacha kutmaydi. Nimaga? Chunki qo'rqadi, tepagacha bormaydi deb. Lekin bozor deb pastga oqib ketadigan bo'lsa, o'sha yerda o'tiraveradi. Yo'q, nafsni kontrol qilish uchun nima qilish kerak? Mana, например, mana shu zonada kirdingizmi? Например, сделкаga kirdingizmi? Aytaylik, mana shu zonada сделкаga kirdingiz. Sizni tepangiz mana bu joyda turibdi. Stopingiz mana bu joyda turibdi. Konkretniy stopingiz bor. Bo'ldi. Bozor yoki kelib turib mana shu yerda ishladi, yurdi, tepagacha bora olmadi, yoki stop olsin bozor, yoki tepani olsin. Bo'ldi. Mana shu smyslda o'tirishinglar kerak. Aniq kecha Javohir ham dars o'tgan, o'sha Javohir darsligini ham bitta ko'rib chiqsanglar, o'zinglar uchun amin bo'lasizlar. Ya'ni stop tepa nimaga muhimligini. Ya'ni stop tepa bu sizni katta risklardan saqlaydi. Ya'ni tasavvur qiling, shu $100,000 bor, bozor pastga ketyapti, siz stop qo'ymadingiz. U qancha pastga ketgani sari sizni depozitingizni shuncha minus qilib boradi. Shuning uchun ham nima qiladi odamlar? Ya'ni sistemada любой holatda bitta stop holat bo'ladi. Ya'ni o'sha stop holat sizni katta risklardan, katta minuslardan saqlaydi. Mana shu narsani yo'lga qo'yib olgan odam o'sha nafs, pafs, barobattar haqida o'ylamaydi. Tushuntira oldim? Bu narsa bo'yicha yana to'liqroq bor, Baxtiyor aka, o'sha darslarning ichini qarab chiqsangiz, psixologik darslik o'tganmiz. U joyda nafs bormi, sabr bormi, psixologiya bormi, hammasini gapirib o'tganman. Bu yerda yana eshitib, quloq solib ko'rib chiqsangiz, xudo xolasa savolingizga yechim topasiz. Agar yechim topa olmasangiz va u videolarni topa olmasangiz, keyingi darsda menga eslatsangiz, men daskanalni yana bitta sizga o'tib beraman. Hamma uchun manfaatli bo'ladi, siz uchun ham o'tib beraman.
Xo'p bo'ladi akajon. Kimda yana savol bor? Labbay. Mhm. 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 Agar mana bunaqa kichkina stoplar bilan 2 punkt, 3 punktli stoplar bilan ishlasangiz, 0.10 bilan bemalol ishlasangiz bo'ladi. Chunki qotgan minusingiz baribir $30, tam $40 teng bo'ladi. Bu normal holat. Bitta dona. U tiqib tashlamaysiz, bitta dona ochasiz. Xohlasangiz 0.10 ni 0.01 dan 10 ta oching. Xohlasangiz 0.10 dan bitta oching. Xohlasangiz 0.05 dan 2 ta oching. Farqi yo'q. 0.10 dan oshmasin. Bir oy xuddi shunaqa har bitta zonadan shunda kirasiz. Har doim o'zingiz uchun bitta ko'rib chiqing. Например, 0.10 da bir oy ishlash kerak. Rezultatga chiqdimi, keyin уже 0.20 qilib ko'rish kerak. U ham bir oy ichida rezultatga chiqdimi, keyin 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 1 lot, 1,5 lot mana shunaqa olib chiqib ketaverasiz. Lotga o'zingizni ko'niktirib olishingiz kerak bo'ladi. U centavida, например, qo'pol qilib aytganda fignaroq ko'rinadi, но real holatda baribir ozgincha qiynab qo'yadi. Shuning uchun birinchi bo'lib centavida o'zini odam tarbiyalab olish kerak. Keyin dollar uchetga o'tgandan keyin centavida uchetdan 0.10 dan boshladingizmi, dollar uchetda ham 0.10 dan boshlashingiz kerak bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Хорошо akalar, bo'lmasa keyingi darsda ko'rishamiz. Keyingi darsda bu darsni baribir hozir hamma ko'rib chiqadi yana. O'sha kech qolganlar ham ko'rib chiqadi, eskilar ham, boshqalar ham. Keyingi darsda har bitta odamda savol bo'lishi shart. Ya'ni farqi yo'q, sistema bo'yichami yoki qanaqadir kamchiliklari bo'yichami yoki xatolari bo'yichami. Qancha ko'proq savol bersanglar, shuncha o'zingizlarga yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni o'zingizlarning savolingizga yechim topib olasizlar. Shuning uchun ham kerak bo'lsa vaqtinglarni ajratinglar. Har kuni 2 soat, 3 soat ajratsanglar ham ko'p narsa, 1 yil ichida rosa ko'p narsa qilib qo'yasizlar. U trading nima deydi, 1 soat ajratib bo'ldi, men 1 yildan keyin zo'r bo'laman degan narsa emas. Odamlar bor 5-6 soatlab o'tiradi. Lekin 1 yilda ham rezultatga chiqa olmasligi mumkin. Shuning uchun hech bu yo'q deganda bitta darsni bir kunda bir marta bitta darsni yana qaytadan ko'rib qo'yish kerak. Chunki siz qaytadan ko'raverganingiz sari xuddi kitobga o'xshaydi. Kitobni birinchi marta o'qisangiz tushunmaysiz, ikkinchi marta o'qisangiz xuddi qaysidir joylarini o'qimagandek bo'lasiz, uchinchi marta o'qisangiz уже bozor kitob ichiga chuqurroq kirasiz, tushunishni boshlaysiz, nima haqida gap ketayotganini tushunasiz. Xuddi shunaqa narsa. Bozorda ham birinchi bitta siqib ko'rasiz, o'xshamaydi. Ikkinchi marta qilib ko'rasiz, ozgincha o'xshaydi. Uchinchi marta qilib ko'rasiz, o'zi zo'r o'xshaydi, foydalarini ko'rasiz. 5-marta, 6-marta, 10-marta kelganda уже siz bozorni prosta o'qishni boshlaysiz. Ya'ni hozir mana bu yerdan bunday yasaydi, mana bu yoqqa ketadi, mana bu yerdan bunday yasaydi, mana bu yoqqa ketadi deysiz. Shuning uchun ham mana shu narsalarga yaxshiroq, chuqurroq e'tibor berishingizni so'rab qolardim. Tushunarlimi hammaga? Хорошо, bo'lmasa keyingi darsda yana ko'rishamiz. Men keyingi darsni yana yozib olaman yoki ertaga yoki shanba kuni bo'ladi. Ya'ni haftada 3 marta dars qilishga harakat qilamiz. Bundan buyog'iga уже faqat praktika. Keyin xudo xolasa yangi yil o'tib olsa, keyin sekin offlaynda harakatini qilamiz. Пока что mana shu holatda olib boramiz. Dekabr, yanvar iloji boricha savdo qilmasliklarini maslahat beraman. Chunki bozor normalniy holatda ham yurmaydi. Yog'ini уже yana o'zinglar hal qilasizlar, o'zinglar rishat qilasizlar, xudo xolasa. Hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xudo xolasa keyingi darsda ko'rishguncha o'zinglarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar. Xo'p bo'ladi, rozi bo'linglar, charchamanglar.